Shu anaqa ответ eshitishdi. А ты татарский знаешь? Чуть-чуть. Нет? Ну вот, татарский похож на наш. Keling, tosh bilan boraman, gaplashamiz, tanishamiz. Qanaqa mashina yuvasiz? Har xil. Har xil katta, kichkina, любой машина. Ну, кроме грузовиков. Traktorlarni yuvmaymiz. Немного похож. На кого похож? А, на язык похож. Мечи. Berma uyim bor o'sha yerda. Hech qayerga ketmayman, Pikasso. Necha kishiga taklif bergansiz? Татарский на ваш язык. Ну да, он похож, потому что тюркские же языка они все. Yoshimni ko'rsak, naqaddan bilaman men siz 40 ga kirgan pedofildursiz. Hozir aytoring, borini bor, yo'g'ini yo'q. Nima Amerikaga borib o'sha yerda qizlar qurib qolgan ekanmi? Hamma chiroyli qizlar o'sha yerda bo'lsa. Мы же не маленькие дети, там любой odamga ishonib ketishga. Oydsdir. Nima degani oydsdir? Kimdir Picasso akkaunt qilib yozyapti. Yana kimdir Picasso akkaunt qilib yozyapti. Kimga, mengami? Tushunmadim вообще. Bundan qancha pul topasiz? Bigodanmi? Bigodan to'liq ayta olmayman, qachon qancha. Ba'zida ko'p, ko'pincha kam. AIDS orttirilgan immunitetdan qisligi sindromi. Примерно вот позапрошлый месяцda $650 chiqdi. Прям hammasi bo'lib общий зарплата edi. A o'tgan oy $90 chiqdi. Bu oy bilmayman qancha. $90 chiqdi o'tgan oy. Messi va F ochib qo'ygan. O'chib qolmagan. Bor. Yaxshi. Kuratorisiz qancha oladi shunda protsentni? Kuratorim protsentini bilmayman, bitta 10% mikan.